Assalomu alaykum. O'zi aslida mana suv sepadiganni anori tepasi bilan manaqachasiga qilib qo'ymoqchi edim. Qo'ylarga aniqroq sovuq shobadasi bo'lsin deb oxiri tepasiga qildim. Shu yerani xomsanaman. Bu banallikda suv purkalib oxirida namlantirib qo'ydi, o'shancha o'chirib qo'ydim. Hozircha mana hammalari dam olishdi. Qo'rqmadi. Qo'choqlarga pasha kelyapti, pashaga qo'yganman. Mana kichkina oldin somon oldim 55 ta. Endi bugun beda keldi. Bedani endi mana shu yonga taxlayman. Beda 165 ta oldim. Mana o'zim ishotda yuraman-da. Mana beda. Neriga yil bedagacha yetadi xudo xolasa. Ikkinchi o'rim. Qirq ikki so'mdan shu yerga yetib keldi.